Hozirgi kunda qayerga bormang, ayniqsa g'arbda. G'arbda yashasangiz, shu yerdan ishga yoki uyingizga oddiy borib kelishning o'zida hamma joyda da'vat bor. Radioni yoqasiz, u sizni nimagadir chaqiradi. Mashinada ketayotganingizda, avtobus bekatining yonidan o'tayotganingizda har bir reklama taxtasi, har bir poster, barchasi sizni nimagadir chorlaydi. Da'vat kuniga 24 soat davom etadi. Do'stlaringiz bilan o'tirsangiz ham da'vat bor, ular ham sizni nimagadir chaqiradi. Va ko'p hollarda ular bizni Allohdan boshqa narsaga chaqirishadi. Aytingchi, oxirgi marta qachon mashina haydab ketayotib, bir reklama taxtasiga yoki bir avtobus bekatiga qaradingiz, u sizga "Ey Allohni esla" dedi. U yo sizni bir mashg'ulotga chaqiradi, yo bir mashinaga, yo uy krediti olishga, yo boshqa bir narsaga. Sizni band qiladigan, sizni ovora qiladigan narsalarga. Shunday qilib, tabiiy ravishda bu dunyoda yasharkan inson o'zi ham o'sha narsalarga berilib ketadi va agar siz o'limni eslamasangiz nima bo'ladi? Biz Alloh subhanahu va taolo bizdan yashashimizni xohlamagan hayotni yashay boshlaymiz. Lekin o'limni eslasangiz va Allohning Rasuli sollallohu alayhi va sallam o'limni ko'p eslang deganlar. Bu insonni nazoratda ushlab turadi. Bu insonni qo'lidan ushlab turadi. Ba'zan va bu hammada bo'ladi. Menda ham shunday holat sodir bo'ladi. Shunday o'ylay boshlayman. Bilasizmi, men mashina olmoqchiman, uyimni yangilamoqchiman, uyni ta'mirlamoqchiman, buni qilmoqchiman, uni qilmoqchiman. Qalbingiz oqimga berilib ketadi. Bu juda tabiiy hol. Lekin o'limni eslasangiz, bir qadam ortga chekinasiz va o'ylaysiz: "To'xta. Men qilmoqchi bo'lgan bu narsalar haqiqatan ham men uchun muhimmi? Menga hozir hayotimda bu narsa rostdan ham kerakmi?" Shuning uchun o'limni eslash mo'min uchun juda muhimdir va bilasizlar, birodarlarim, otalar uchun bu suhbatni farzandlaringiz bilan muntazam ravishda qilish juda muhim. Ko'pchiligimiz o'ylaymiz, u hali kichkina bola, buning uchun hali yosh. Siz hayron qolasiz bu qanday ta'sir qilishini ko'rsangiz. O'lim haqidagi suhbat bola ongiga nimalar qilishini ko'rsangiz hayron qolasiz. Qabristonga qisqa bir tashrifning o'zi bola ongiga qanday ta'sir qilishini ko'rsangiz hayron qolasiz. Shunchaki u yerga boring va unga savol berishga imkon bering. Sizga hech narsa deyish shart emas. U savol bersin, siz esa qo'lingizdan kelgancha nima so'rasa javob bering va ular qanday savollar berishdan hayratda qolasiz. Men qizimni olib bordim, u 6 yoshda edi va o'g'limni ham. U o'sha paytda 4 yoshda edi va kichik qizimni ham olib bordim. U taxminan 2 yoki 2,5 yoshda edi va ular bera boshlagan savollar shunchaki aqlni lol qoldiradigan edi. Shuning uchun o'limni eslash muhim, birodarlarim va opa-singillarim. Vallohi siz bu dunyodagi vaqtingiz qanchalik kichik va qanchalik qisqa ekanini tasavvur ham qila olmaysiz. Men shanba kuni kechasi hajdan qaytdim. Shanba kechasidan bugungacha har bir kun o'lim bo'ldi. Har bir kun. Biladiganlar uchun bir birodarim bor edi. U men bilan hajda edi. Ismi Ahmad Al-Busi. Uning 6 yoshli o'g'li Livanda vafot etdi. U va ayoli hajni tugatishgan edi. Ular Livanga bolalarini va oilasini olib, keyin Avstraliyaga qaytish uchun borishayotgan edi. Ular o'sha yerga bordi va bir necha kundan keyin uning 6 yoshli farzandi vafot etdi. Amakim ham o'tgan kuni saratondan vafot etdi. Saraton kasalidan yana bir yosh yigit, yosh birodar 33 yoshida 2 kun oldin vafot etdi. Kecha yana bir birodar vafot etdi. Yana bir birodar, bilmaganlar uchun kecha taxminan 30 yoshida saratondan vafot etdi. Bu juda ochiq-oydin, juda haqiqiy, bu bizning atrofimizda. Lekin baribir qalbda kasallik bor. Nega? Chunki biz o'lim haqida juda kam gapiramiz. Kasallik shunda. Bilasizmi, buni nima ajablanarli? Har qanday musulmondan so'rang, amalda bo'ladimi, bo'lmaydimi farqi yo'q. Dunyoning qayerda bo'lmasin, har bir musulmondan, birodar yoki opa-singildan so'rang, sen istalgan payt o'lishing mumkinmi deng. Tiliga birinchi bo'lib keladigan tabiiy javob nima? Albatta deydi. Bu nima deganingiz? Biz har qanday daqiqada o'lishimiz mumkin deydi. Lekin men sizdan chin dildan so'ramoqchiman. Siz har qanday lahzada o'lishi mumkin bo'lgan insondek yashayapsizmi?
Alloh haqqi hozirgina namoz o'qidingiz. Kim namozda qanday sura o'qilganini eslay oladi? Namozda bo'lish kerak bo'lgan xushu sizda bo'ldimi? Rostini aytaylik, ochiq bo'laylik. Chunki bu muammo mening o'zimda ham bor. Men boshqalardan farqli emasman. Bu kasallik mening qalbimda ham bor. Siz bu namozni rostdan ham oxirgi namozingizdek o'qidingizmi? So'nggi namozingizdek ibodat qildingizmi? Olimlardan biri juda qiziq bir gap aytgan. U aytadi: Tasavvur qiling, bugun ertalab uyg'ondingiz va sizda faqat kecha Allohga shukr qilgan narsalaringiz qoldi. Kecha Allohga nima uchun shukr qildingiz? Bu yerda kim ko'rish ne'mati uchun Allohga shukr qildi? Kim eshitish ne'mati uchun shukr qildi? Kim sog'ligi, tinchligi, oilasi, farzandlari uchun, Alloh bergan mol dunyosi uchun, Alloh bergan uyi uchun shukr qildi? Qaysi biringiz shukr qildingiz, birodarlarim? Biz juda g'aflatdamiz, birodarlar, g'aflatli hayotda yashayapmiz. Ko'pchiligimizda mana shunday kasallik bor. Nima deyapsan, birodar? Ha, bilaman. Ba'zi birodarlar saratondan o'ladi, ba'zilari avtohalokatda o'ladi. Lekin menchi, qara menga. Men 31 yoshdaman, baquvvatman, sog'lomman, yura olaman, gapira olaman, o'zimni zo'r his qilaman. O'lim menga kelmaydi. Hali o'limimga ancha bor. Sizni bunchalik ishontirayotgan narsa nima? Qaysi kafolat bilan yashayapsiz? Qanday kafolatingiz bor? Kecha do'stlar bilan o'tirgan edim va tanishlarimiz orasida saratonga chalinganlarni eslay boshladik. Raqam juda hayratlanarli. Atrofimizdagi odamlar, biz biladigan odamlar shu hududdan, mana shu yerda yashaydigan odamlar, ayniqsa yoshlar. Oldin agar siz menga falonchi saraton bo'libdi desangiz, tabiiy ravishda xayolimizga keladigan narsa balki u yosh katta yoki u ayol kishi yoki yosh katta bir kimdir yoki balki chekish odati bor edi yoki juda nosog'lom hayot kechirgan edi deb qo'ya qolamiz. Lekin ular yosh, baquvvat, sog'lom, sport zalga boradi, chekmaydi, hech qanday tabiiy muammosi yo'q. 4-bosqich saraton, 3-bosqich saraton, nima bo'lyapti o'zi? Lekin baribir sizning ham mening ham qalbimda bir narsa bor. Hali vaqtimiz ko'p deymiz. Hali vaqtimiz ko'p. Nega bunda deb o'ylaymiz? Alloh taolo har bir jon o'limni totguvchidir degan. Birodarlarim, qanday hayot yashayotgan bo'lsangiz ham, bilingki, oldinda juda oz lahzalar qoldi xolos. Juda oz lahzalar. Alloh Qur'onda aytadi: Qiyomat kuni odamlar uning huzurida turganida u ulardan so'raydi: "Yer yuzida qancha yashadingiz?" deydi. Ular aytishadi: bir kun yoki yarim kun. Bir kun yashadik yoki yarim kun deyshadi birodarlar. 50, 60, 70 buncha yil emas. Mayli faraz qiling, umringizni to'liq yashab o'tdingiz, to'liq yashadingiz. 100 yil yashadingiz deylik. 100 yil nima bo'libdi? Ba'zi odamlar yer yuzida yashagandan ko'ra yer osti ko'proq yotishibdi. Bu yerdagi qabristonga qarang, 1816-yilda dafn qilingan, 1850-1890-yilda dafn qilingan, hayotiga qarang, 67 yoshda vafot etgan. U yer yuzida yashaydigandan ko'ra yer ostida ko'proq vaqt o'tkazyapti. Tasavvur qiling, sizning 50-60 yilingiz, endi buni deylik, qiyomatgacha yana 500 yil bor. Shunga solishtiring. 500 yilning oldida sizning 60 yilingiz nima bo'ladi? 500 yilning o'zida qiyomat kunining 50 ming yilichi. U yillarning oldida sizning umringiz nimaga teng bo'ladi? Umringiz, sizning 50, 60, 100 yilingiz qayerda qoladi? Yo'q bo'ldi. Juda ahamiyatsiz bu umr. Juda arzimas umr. Juda kichkina. Birodarlarim, aldanmanglar. Bu dunyodagi hayotingiz juda qisqa, o'ylaganingizdan ham qisqaroq. Abu ibn Abu Talib aytgan. Abu ibn Abu Talib roziyallohu anhu: odamlar uxlab yotibdi.
o'lganlarida uyg'onadilar. Siz bilan biz yashaydigan bu dunyo, bu bir tushdir. Bu bir sarob. Bu hayot haqiqiy emas. O'ylaysizki, shu hayotmi? Mana shuni baxt deb o'ylaysizmi? Siz charchaysiz, och qolasiz, yo hojatxonaga borgingiz keladi. 3 soat ham bir narsaga muhtoj bo'lmasdan yashay olmaysiz. Sizga nimadir kerak. Ko'pchilik ota-onalar shu yerda yashab, ulg'ayib, farzandini tarbiya qilmoqda. Ular qo'rqadi. O'g'limga nima bo'ladi, qizimga nima bo'ladi? Ular turmush qurmaguncha qo'rquv bilan yashaysiz. Turmush qurgandan keyin esa yangi qo'rquvlar boshlanadi. Nikohi yaxshimi? Ajrashib ketmaydimi? Farzandli bo'lishdimi? Ular solihmi? Bu dunyoda haqiqiy baxt yo'q, baxt yo'q. Haqiqiy baxt faqat oxiratda. Agar biz oxirat uchun ishlamayotgan bo'lsak, demak bu yerda o'tkazayotgan vaqtimiz yo'qotilgan, u behuda ketmoqda. Men qayerga ketyapman? Manzilim qayerda? Yoshingiz nechida? Har kim o'zidan so'rash kerak. Men necha yoshga kirdim? Va rostini ayting, umringizda nimani qoyillatdingiz? Oxiratga nima tayyorladingiz? Nimaga intilyapsiz? Chanqog'ingiz nimada? Alloh haqqi, men bu dunyoni tark etishni sabrsizlik bilan kutyapman, chunki juda hayajondaman. Sizga ko'rsatiladigan narsam ko'p. Istaganingizdan so'rang, agar bu dunyodagi eng katta orol taklif qilinsa, u aytadi: "Birodar, meni shu yerda qoldir, menga yana biroz vaqt ber." Unda nima qilasiz? Biz bu yerda nima qilamiz? Hozirgacha yashagan hayotimizga qarang, hozirgacha. Agar hozir sizlardan biringizdan chin dildan javob bering deb so'rasam, namozingizdan rozimisiz desam, yo'q birodar deysiz. Unda aytingchi, uni to'g'rilash uchun nima qilyapsiz? Siz 10 yil, 15 yildan beri namoz o'qiysiz. Aytingchi, bugun o'qigan namozingiz 10 yil avvalgisidan nimasi bilan farq qiladi? Alloh taolo aytadi. Alloh taolo aytadi, batahqiq mo'minlar najot topdilar. Musulmonlar deyilmayapti. Mo'minlar najot topdilar. Ular namozlarida xushu qiluvchilardir. Xushu qiluvchilar, diqqat bilan turuvchilar. Men va siz hech kim xafa bo'lmasin deb o'zimni ham qo'shib gapiryapman. Allohu akbar deb quloq qoqishimiz bilan dunyo haqida o'ylay boshlaymiz. Onam qayerda deymiz? Ayolim qayerda? U nima pishirdi? Allohdan boshqa har narsani o'ylab chiqamiz, hamma narsani. Lekin iltimos, rostini ayting, rostini. Biz birodarimiz, chin suhbat qilyapmiz. Menga rostini ayting. Agar men shu qalb bilan, shu sifatdagi namoz bilan o'lsam, jannatga tushishimga ishonasizmi? Rostini ayting. Agar men shu darajadagi namoz bilan o'lsam, jannatga loyiq bo'lamanmi? Barchangiz o'zingizga savol bering. Bitta savol. Yodlagan Qur'oningizdan rozimisiz? Hammangiz uyalasiz. Go'yo toshbaqa kabi qobig'ingizga kirib olasiz. Allohim, menga barmoq ko'rsatmang deysiz. Sizda Qur'on bo'lishi kerak. Men oilam bilan edim. Otam, ammalarim, amakalarim bilan birga. Ularning hammasi 50 yoshdan oshgan, hammasi 50 yoshdan katta. Va hanuzgacha, bugungi kungacha ular Livandan kelgan arablar ortida namoz o'qishadi. Livanliklar imomlik qilishadi. Qachon o'tirib biror kishi bilan Qur'onni to'g'rilaysiz? Odamlar menga aytadi, men uyalaman, 40 yoshdaman. Nega uyalasiz, birodar? Nega? Odamlar o'zini gomoseksual deb ochiq targ'ib qilishdan uyalishmayapti. Odamlar ochiqchasiga namoyish qilishdan uyalishmayapti. Vallohi, men erkaklarni ko'rdim, yuzlariga qiladigan narsalarni shunchalik uyatli, lekin u ko'chada yuradi. Juda faxr bilan, juda xursand, yuzlariga chizib olishgan
Ularning kiyinish uslublari, ranglari, erkaklar, katta yoshli erkaklar. To'g'rimi? Ular ustilariga ayollarning pushti rangli kiyimlarini kiyib olishgan. Men buni tushuna olmayman. Men buni tushunmayman. Menga aytishadiki, bu moda ekan, moda. Lekin katta yoshli erkak ayollarning pushti kiyimlarini kiyib yurib, u mamnun, hatto buni targ'ib qiladi. Lekin siz bir odamning oldiga borib, iltimos menga Allohning kitobini o'rgating deyishga uyalasiz. Odamlar 40 yoshda kurslarga yozilyapti, hunar o'rganyapti. Allohning kitobini o'rganishda aytingchi, nima uyat bor? Nima uyat joyi bor buni? Ulamolar aytadi, ikki toifa odam hech qachon ilm olmaydi. Ikki toifa hech qachon o'rgana olmaydi. Bilasizmi ular kimlar? Savol berishga haddan tashqari uyaladigan odam bu inson umrida hech qachon o'rgana olmaydi. Yana biri kibrli odam. Men buni bilaman. Men hammasini bilaman deydi. Bunday odamlar hech qachon ilm o'rgana olmaydi. Allohdan so'raymizki, bizni u ikkisidan qilmasin. Yo'q, biz o'rganishni xohlaymiz. Oldinga yurishni xohlaymiz. Gapni cho'zmayman. Bir narsa so'ramoqchiman. Hech bu yerdagilar imtihonga kirganmi? Birortangiz imtihonga kirganmisiz? Kimdir bormi? Payqaganmisiz imtihonning yarimiga kelganda odatda qo'ng'iroq chalishadi yoki e'lon qilishadi. Yana 40 daqiqa qoldi. Yana 40 daqiqa. Bu sizga nimani beradi? 40 daqiqa qoldi. Bu sizga nima beradi? Ichingizda shoshilish hissi paydo bo'ladi. Tezroq. Siz bir savol ustida ko'p o'ylab o'tiribsiz. Yetarlicha tez ishlay olmayapsiz. Harakat qiling. Qaysi savolda qiynalayotgan bo'lsangiz uni qoldiring, bilgan narsangizga o'ting, qila oladigan narsangizni qiling. Hech bo'lmasa yarmini topasiz. Allohning Rasuli sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Ummatimning umri 60 bilan 70 orasidadir." 60 bilan 70 orasida. Ko'pchiligimiz allaqachon yarimidan o'tib bo'ldik. Demak, biz uchun qo'ng'iroq ancha oldin chalingan. Lekin baribir ichimizda shoshilish hissi yo'q. Shoshilmayapmiz. Biz buni o'zgartirib, o'lim haqida ko'proq gaplashishimiz kerak. Bu oxirgi nuqta. Biz o'lim haqida gapiramiz. Odamlarni tushkunlikka tushirish uchun emas, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatini shunga undaganlari uchun emas, biz o'lim haqida gapiramiz. Oilamizga, farzandlarimizga va atrofimizdagi odamlarga depressiya berish uchun emas, hamma narsadan umidlarni uzdirish uchun emas. Aksincha, biz o'lim haqida gapiramiz. Insonni yo'ldan chiqib ketmasligi uchun, keraksiz narsalarga berilib ketmasligi uchun biz o'lim haqida gapiramiz. Bizni ijobiy tomonga harakatlantirish uchun, oldinga yurishimiz uchun, yanada faolroq bo'lishimiz uchun. Shuning uchun biz o'lim haqida gapiramiz. Sizni tushkun qilish uchun emas, hayotdan voz kechtirish uchun emas va nima foyda bor, baribir hammamiz o'lamiz. Keling o'tirib o'limni kutaylik deyish uchun emas. Yo'q, bu mo'minning yo'li emas. Biz Alloh subhanahu va taolodan so'raymizki, bizni doimo uni, ya'ni o'limni eslab turadiganlardan qilsin va bizni g'aflatda qoladiganlardan qilmasin. Biz Alloh subhanahu va taolodan bizni tark etib ketgan barcha vafot etganlarga rahim qilishini so'raymiz. Biz Allohdan ularga rahim qilishini so'raymiz.